Mhm. Hali ish ko'pagan o'g'lim bor. Mhm. Mhm. Lekin yana hozir tez gaplashtirdim keldim. Mhm. Mhm. Xudoga shukur 5 kunlar shu darajaga yetdi. Zo'r, zo'r. Уже yutishingiz mana 70-80% yaxshi. Yurish уже mana hozir 60-70% уже oldiga yurgansizda, dahshat. Haqiqatdan zo'r. Vaqt oling aka. Mhm. Mhm. Vaqtga berilgan haqiqatan O'sha aytuvdik-ku, prognozimiz bor edi. O'zini muddati borda, hamma narsani haligi. shu narsa shekilli. Men bunday o'tirish, kasallikda o'tirishim orzu. To'g'ri. O'tirib, hatto o'zim yetira olmaydi. Mhm. Mhm. Mana asosiysi-da, ko'z tegmasin. Bo'ldi, o'tkazishgan. Ha, insult qachon bo'luvdingiz? 10 fevral. 10 fevral. Mana hozir 10 fevral bo'lsa, hozir bizda 14 mart. Ha? Уже почти 1 oy bo'ldi-da, 1 oydan chicha o'tdi, yutish buzilgan, nazogastral zona toziqlanishgan, lekin hozir o'zlari 70-80% o'zingiz yutyapsiz, ovqat o'tyapti, o'tmaydi o'zi. Miya ataksiyasi, muvozanat buzilishi, yurishga qo'rquv, astaziya, abaziya hammasi bor edi, lekin xudo xolasa mana уже o'zlari yurishyapti. Ya zo'r, yaxshi. Уже qo'rquv ham kamayib qoldi, xudo xolasa. Qo'rquv ham kamayib qoldi. Ha, yaxshi. Bularda vertebral bazillar havzada ishemitskiy insult bo'lishgan. Bulbar sindrom, miya ataksiyasi. Aha. Ha, zo'r, zo'r, yaxshi. Qattiq ovqatlar ham o'tyaptimi sekin-sekin? Maydalab o'tkazyapti. Ha, yaxshi.